qoch dedim, qoch. Bo'ldi oyi. Masalada nima talab qilyapman? Faqat men shu tinch yashalaring, janjalni yomon ko'raman. Bilasan, bir gapirib 10 kuladigan ayol edim. Yedilaring odammida. Isrofni yomon ko'raman, janjalni yomon ko'raman. Tinchlik, xotirjamlikda kulib yashanglar deganman. Yo bo'lmasa isrof qilmanglar deganman. Bitta ushoqni bilasan, terib yeb o'tiraman. Bitta suvni napor bilan ochmanglar. Bekitinglar, ozgina jildiratib ishlatinglar. Men shu o'tiraman. Nima qilay? Yomon ko'raman. Xudo mincha ne'mat bergan mana isrofni yomon ko'raman. Bugunchi ona bu hammasini esdan chiqazinglar. Xudo xolasa men ham yaxshi bola bo'laman, onam yaxshi yashaymiz aytganingizdek bo'la hammasi. Shu oila tinchligi bir kun janjal bo'lgan joydan 40 kun baraka ketadi. Tinch yashanglar, kulib yashanglar, isrof qilmasdan mazza qilib yeb ichinglar, mazza qilib kiyininglar, mazza qilib o'ynab kulinglar, lekin isrof qilmanglar. Urushaverasizmi endi shu isrofga? Urushaveraman, oxirigacha urushaman. Mana dinimiz nima deb qo'yibdi, hammasini o'qi, undan keyin xulosa qilasan.